Assalomu alaykum. Mana hammasini yig'ib bo'ldik, tekshiryapman. Endi miyasiz ruchnoy zapiska qilyapmiz. Hozir ruchnoy zapiska qilaman. Ko'rasiz. Tak. Buni yozamiz. Hozir napряжение joyiga qo'yaylik-da. Yirik to'g'ri bo'lsa. Tak. Yirik to'g'ri bo'lishga shunda prosatka bilan yirik bo'lib bo'ladi. Mana yirik bo'ldi. Da mana ko'rasizmi aslagirman? Nasishini ketyapti. To'g'ri, prямоугольник to'g'ri bo'lyapti. Zaval yo'q. Mana 52 voltda mana oddiy холостой xodda 1 amper beryapti. 1.20 даже, 1 dan oshiq. Просто холостой xodda 1.20 amper. Bu tranzistor esa падение напряжения juda katta bo'ladi. Xullas, men sizga hozir qaytarib ko'rsataman farqini. Qaytarib aniqlang. Aslagirman chiqib ketdi. Hozir mana ko'ramiz. Stopga bosamiz. Hozir ko'rsataman. Ko'rasizmi? To'g'ri bo'lyapti. Zavali yo'q, boshqa yo'q. Bu degani transformator nasishini ketyapti. Zaval bo'lish kerak solgina. Hozir ko'rsataman. Boshqa men anaqa перемотка qilgan transformatorimni boshqa invertorda ko'rsataman. Bu yaltiroq invertor, 3-invertor xullas. Hozir uni ko'rsataman. Xullas mana холостой xod ko'ryapsiz. 1.20 gacha chiqyapti xullas. 1 amperdan oshiqdi xullas. 52 voltga 1 da qo'ysa, bu холостой xodda просто 52 volt 53 volt yetgan bo'lyapti xullas. 53 watt, то есть yetgan bo'lyapti. Просто холостой xodda.